O'zbekistonda tomga va undan tashqari mana shunaqa g'ishtlar tevasidan yangilik bo'ladi. Bunimiz zo'r tomoni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Yaxshilab ahamiyat bersalar videoga g'isht tevasiga satsalar ham do'stlar ko'piga o'xshab ishib oladi. Ishgandan keyin do'stlar undan tashqari do'stlar xolasiz tomingiz shipir qiling. Xolasiz mana shunaqa holatda tunika qiling. Mana shu uyingizga bitta ahamiyat bersalar ham do'stlar 650 kvadrat metrga pena sachish xizmatini qilib berishgan. Undan tashqari do'stlar devorga ham xolasiz shlaka blok, xolasiz xomg'osh, xolasiz pishig'ish, xolasiz temir tevasini undan tashqari pollarga ham akalarimiz qilib berishar ekan. Buni zo'r tomoni do'stlar yozda issig'idan, qish sovug'idan bemalol saqlaydigan to'k rasxodingizni 50 barobargacha kamaytirib berar ekan. Video davomida ko'radigan bo'lsangiz ham do'stlar, oyoq tagiga ham, mansard qismiga ham bemalol qilib berishgan. Buni o'zi plyus va minus tomonlari qanaqa bo'ladi? To'liq ma'lumotni usta Alisher akadan olamiz. Alisher aka, assalomu alaykum. Charchamang, ishlar yaxshimi aka? Xudoga shukr, rahmat. Hozir mana orqa tomonimizda sachish jarayoni bo'lyapti. Ag'da turganimiz yo'q, chunki ko'pik sachrab ketadi aka. Shuning uchun baqa o'tib oldi. Bu mansard qismi aka, xudo xolasa. Oyoq tagiga ham qilib bergansizlar. Oyoq tagiga ham qilib bergan. Devorgacha aka. Hamma joy yoppa qilindi, xudo xolasa issiq sovuq masalasiga bu yechim topildi. Yechim topildi, xudo xolasa. Zo'r gap. Alisher aka, mana sizni adashmasam 2 yildan beri reklama qilamiz. Hali muammo bo'lgani yo'q. Bundan keyin ham muammo bo'lmasa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizlar. Xo'p, aka, birinchi savolimiz, eng ko'p berilayotgan savol, siz reklama qilayotgan o'sha Alisher akangizlar boshqalar 2 barobar qimmat qilishyapti. Nimaga boshqa joyda arzon deyishyapti aka? Nima farqi bor? O'zimga ham juda ko'p bu savol tushadi. Bunga mana yechimimiz bu yerda turibdi-da, qarang. Xudo xolasa. Xo'p, unga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu narsamiz 4-5 sm qalinlikda, to'g'rimi? Bu mahsulotimiz kiloga hisob kitob qilinadi. Bu sizlar qilayotgan ish. Biz qilayotgan ish. Buni ham qilib beramiz. Biz asosan tunikaga shu narsani qilib beramiz. Sababki bu mahsulotimizda suv emmaydi, kondensat masalalari 100% yopiladi, yopiq lichenkali pena hisoblanadi bu. Uzoq muddat turib beradi aka. Uzoq muddat. Xo'p, endi bu narsani mana ko'rib turibsiz, qalinligi bundan ham pasti 2 barobar, 6-7, 8 ham chiqadigan darajada qalinlikda. Bu kvadrat metrga 1 kilo rasxod bo'ladi. Bunimiz 2 kilo deyapsiz. Bunimiz 2 kilo. Endi qarang, biz 1 kilosini $7 sepib bersak bu mahsulotni 7-8 santimetr deylik chiqadi. Buni 2 kilo rasxod qilsak, aka biz $6 dan $12 ga to'g'ri keladi. Ko'pchilik tushunmasa bu narsani sepib yurish. Pena deganda hamma narsani o'z o'rnida bor ekan. O'z o'rni. Buni biz bu mahsulotni yomonlaganimiz yo'q. Bu mahsulot faqat boshqa narsaga ishlatiladi. Boshqa maqsad. Bu narsa asosan buni vazifasi aka, qo'llar tagidan перегородка qilinadi, shumka, shunaqa joylarga ishlatilgan mahsulot. Polni tagidan. Issiq sovuq masalasini 100% hal qiladi bu ham aka. Faqat kondensat masalasiga javob bermaydi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni po'kayimizga o'xshab turib ketgan. Hozir mana yerga qo'yib ko'rsatamiz. Bunimiz oddiy misoli mana. Bosadigan bo'lsa-ham mana oyoq izi chiqyapti. Bunimizni bosadigan bo'lsa-ham ham do'stlar hech nima bo'lmaydi. Chunki toshga o'xshab qatib qolgan, undan tashqari kondensat vazifasi bunda hech nima bo'lmaydi. Qishda ham, yozda ham qilaverasizlar buni. Qilinaveradi. Endi holatga qarab. Tunuka kondensat terlash bo'ladigan bo'lsa, unda biz quritib shunaqangi bir holatlarda sepiladi. Yana bitta savol aka, biz ko'pchilikda ko'ryapmiz deyapti. Orada bir ikkita videolar chiqdi. Ya'ni shunaqa tomga pena sachish qilib berishgan. 1 oy, 2 oydan keyin tushib ketgan. Albatta tushib ketadi. Mana shu. Bu mahsulot sachilgan hisobiga. Sepilgan, albatta. Bu kondensat bo'ladi, bu ajrab ketib qoladi. Men nima uchun jon achishtirib gapiraman? Qarang, bu bitta asosiy masalamiz. Bitta patolog qilib qo'yadi. Masalan, balki 1 qilgan odam 15 kunda, balki 1 yilda qiladi. Masalan, buni septirgandan keyin ozgina dam olib, buni ichida kelgan nima bo'layotganini bilmaydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil turaveradi bu ham. Hech qanaqangi muammo qilmaydi. Keyinchalik lekin har qanday holatda qimmat narsadan qilishi mumkin, bir boshqa narsalardan. Gipsagardon biron narsa bilan qilsa, 1 metr kvadrat отделкamiz falon pul bo'lyapti ekan. Uni ichidan keyin qilib olgandan keyin u narsa yopildi degani emas, u keyinchalik chiqarib beradigan muammo bo'ladi. Tomni tekshirib yana boshqatdan qilish kerak bo'ladi. Yana tomga nayibsiz tushadi. U ashincha ish bo'ladi. Двойной расход tushadi. Xo'p, aka, yana bitta savol. Bunimiz qurt, qumursqa yeydimi? Eng ko'p berilayotgan savol. Yo'q, qurt, qumursqa, sichqon, chumali bosib ketmaydimi? Eng ko'p berilayotgan aka. Bunaqa narsa umuman muammo yo'q, bunaqa narsa kelmaydi yo'q aka. Xo'p, agar mabodo
menga tomim shunaqa turaversam, oilaviy o'zimizga yashagan qilyapsiz. Uni hech qanaqa zarari yo'q. Tevadan qanaqadir narsa tushib, yo'q. Ekalaringiz yo'q. Hech bola oq tushmaydi, o'sha yerda masalangiz yopildi siz. Hech qanaqangi narsa kerak emas. Bo'ldi. Patologiyada qilib, xudo xolasa bemalol yashash mumkin. Yashash mumkin. Endi aka qarang. Bu ham pena, bu ham pena. Albatta, bu ham pena. Xo'p, nima farqi bor? Nima qanaqa qilib farqlanamiz aka? Buni oti nima deyiladi? Buni oti nima deyiladi? Pena palurdan bu faqat zichligida farq bor xolos. Zichligida farqi bor. Qattiq yumshoq. Buni nima sabab bunaqa yumshoq, qattiq degan narsalar, masalan, pilotimiz chiqarilgan. Bu o'sha перегородка joylarga 10-12 sm qalin sepiladigan joylarga ovoz yutish uchun. Issiq masalasi shuma izolyatsiya birinchi o'rinda. Shuning uchun ishlatiladi. Ishlatiladi. Xo'p, aka, endi eng asosiysi, ya'ni yong'in xavfsizligi deyshadi. Biz bitta yoqib ko'rsatib bersak, xudo xolasa aka. Jivoy mana undan oldin ham yoqishgan. Mana do'stlar, olovimiz yonyapti. Mana. Yonayotgan joyimiz o'zi. Endi olamiz aka. Mana olindi. Yonayotgan joyini o'zi bo'ldi, o'chdi. Ularni ketadi deyshadi. Yo'q, samatушительni deyiladi. Bularda maxsus dorisi qo'shilgan. O'zini o'zi o'chiradi. Mana shunaqangi holatdan tutib o'chirib qo'yadi. O'chirib qo'yadi. Endi qaranglar do'stlar, qo'limni qo'yib turaman, aka, yoqing. Orqaga o'tmasa, bu ya'ni ism yoqadi. Bunday qilaylik, tamam, to'g'riroq bo'ladi. Bunday tushunta. Ha, bo'ldi, orqadan, ha? Bo'ldi. Ushlab turaman, mana. Jivoykadir, hech qanaqangi montajsiz. Tunikani farqini ko'rsatdim. Mana tunikani olib ko'ring mana. Bo'ldi. Tunikamiz o'sha qorayishni boshlayapti. Qorayishni boshladi. Mana yangitdan, bo'ldi. Ko'ryapsiz. Qo'limni mana to'g'risiga qo'yib turibman do'stlar. Hech qanaqangi narsa bo'lgani. Bu chiqayotgani tunikani kraskasini, ya'ni eritib olgani, siqib olgani. Umuman baqa o'tkazmaydi. Shuni hisobiga yozda issig'idan, qishda sovuqdan bemalol saqlaydi. Endi 650 kvadrat metrga bu qilayotgan odam ham vahima emas. Oldin surishtiradi, boshqa narsa qiladi. Video davomida boshida aytdiki, aka, shlaka blok, pishig'ish, liboy narsani tevasidan qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Faqat gipsokarbon ustidan uncha maslahat bermaymiz. Klet torttirib olish kerak bo'ladi. Sababki, u o'zidan ajratib oladigan anaqasi bor. Xususiyatga ega bo'ladi.